Bo'yi metr chiqsa kerak. 1 metr 2 santimetr. 1 metr 2 santimetr, hozir 20 million kam bor deyishyapti. Savdo qilgan yo'q hech kim, ha? Yo'q. Bo'yi 1.2, uzunligi ham kami 1 chiqaradi. Qachon tortishi bor esa? Bir haftacha bo'ldi. Bir hafta o'tdi. Necha kilo keldi? 149 kilo. 149 kilo katta ekan. Sherdagi bittadanlik bosasizlarmi? O'ta katta, o'ta polvon, o'ta suyli, tishi 8 tishi, 4 yilga qo'chqor. Sog'liq bilan qo'chqor yursa yaxshi rivojlanadi-da, suyular o'sish zo'r bo'ladi. Ammo o'ta go'shtdor qo'y ekan. Hech kim savdo qilmayapti, 20 million kam bor deyishyapti. Ana qo'ylar ham semiz. Shular necha boqdingiz aka? Qancha? Bir 5-6 ta boqdingizmi deyapman. 5 ta semiz qo'chqor, yoshi 13-14 oylik. 6 milliondan berishmayapti, 6 million. Quyug'i yo'q 30 millionga. Necha pul qilyapti uni? Savdo bo'lgan 6 dan kam bor deyapti. Ha, savdo bo'lgan 6 dan kami bor. Sog' bo'ylar, Laklar bosib turasizlar. Qo'qon qo'y bozoridamiz. Assalomu alaykum aka-ukalar. Hafta kuniga shishanba. 17-mart, Xudo xolasa akalar biz videolar boshladik. Bittadan laklar bosib turasizlar. Lak bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Shishanba, chorshanba Qo'qonning katta qo'y bozori bo'ladi. Kesilgan hamma turidan, hamma qo'ylar katta kichigidan seroq. Xudo xolasa ishlayman bitaveradi. Mana shu yerdan savdolar rosa qiziqaman. Meni bilishimcha dehqon ekan, arasi baraka qilyapti. 5.3 dan. Mana qo'ylar sotildi. 5 million 300 dan. To'roy, 5 yo kami shu choy boqilgan qo'ylar ham 5 million 300 dan baraka bor. Baraka bo'lgan joyida mana. Dehqonchilik ekan. Necha pulga bo'ldi oxiri yana bittasi? 53 ya. Hammasi o'zi olib qo'yar-a? Ya, nima qilaman hozir? 5 million 300 dan. O'tga nima o'tib ketadi? Xudo xolasa o'zi seroq bo'ladi. Semiz qo'chqorlar chop-chop. Bular necha pulli qo'chqor bular? 5.5 dan kam bor. 5.5 milliondan kam bor. Qashqadaryo. Savdo qilgan yo'qmi hech kim? 5 milliondan berib berdi. Qo'ylar bo'yi 85 sm atrofida, живой vesi ham 65-64 kilo atrofida. Bularni ko'rinish qanday ko'radi? 12 million 200 tayyor jullan olib qo'yibsizlarmi? Juni yo'q qo'ygan odam yutaveradi. 6 million 100 dan berilmagan. Qo'ylar bo'yi 85, живой vesi ham kemay qolsa 70 kilodan kelaveradi. Tortilmaganmi aka? 70 dan chiqib qolar. 151 kilo. Adres Yepanda, Nursoqda. Yepan, Nursoq tanisada shu aka uyga borasizlar. Boqqani, so'ygani qo'ylar seroq, Xudo xolasa. Andijon qayerdan hovli Andijon? Zapchas bozor ekan. Zapchas bozor, Moshna bozor oldidan Bog'ishon bor. Shu qo'ylar oldingiz-a? Shu qo'ylarni Xudo xolasa. Tog'amindan, asl cho'pondan oldi. 5 million 700 dan nechta? 13 ta. 5 million 700 dan baland qo'ylar ekan. Bu zo'r ekan. Oyog'i baquvvat ekan. Oyog'i baquvvat, yaxshi qo'ylar olibsiz. Xudo xolasa bular olov go'sht yemlar. Yemga tayyor. Hozir olib chiqib bitta oyog'ini ko'rib oling. Oyog'i qiyshiq, oyog'i og'riqni olmang. Men maslahat beraman. Ammo qo'ylar zo'r amma. Baraka bo'lgan joyida mana Andijon Moshna bozorida olingan akalar qo'ya olishibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Ammo qo'ylar sifati 5 amma, sifatiga 5. Bo'yi chiqmasa 85, 85 dan 88 gacha. Живой vesi ham kelmasa 70 kilo. 70 kilodan 80 kilogacha живой vesi ham. Bular so'ysa ham kelmasa 40 kilodan yuki bor. 40 kilodan 45 kilogacha yuki bor edi. Yoqib aka Andijonga qo'yib ketishadi. Shu odamga uchun bitta mashina sig'adi shular. Bittasiga 40 ming, 45 ming, 50 million kilo tushaveradi. Yo'l kira 50 million tushaveradi. Buncha qimmat. 100 ming qimmat gaplarsiz. 600 ming qilib beravering. 600 mingga boryapsiz-ku. 600 mingga borib turishadi, 700 ming qilib olishibdi. Mayli, shopirlarimizga Xudo insof bersin.
Har hafta Andijon, Namanganga borishadi amma. Havas qo'zilari. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimisiz? Alloh umringiz uzoq bo'lsin. Bularni ish bilan beramiz bir joyga. Yopishtirib aytingchi. Oxirgina ancha qimmat. Qo'qib bormay ko'rgan odamni. 4 milliondan buni olgandan ko'ra 11-12 kilo qo'ydi olgan yaxshi ota. Yo noto'g'ri bo'lsa ayting. To'xlini afg'on qiladi. Men bu 4 million olgandan 11-12 kilo qo'ydi olish tavsiya qilaman. Mana kattalarni oling. Xudo xolasa. Menga qarang bir joyga 37 dan berasizmi? Ichidan sal yuras 3 million 700 azlashgan, to'g'ri gapiryapsiz. Qo'sh aka. Sal 3 million yuras 700. bering. 3 million. Ama polvon qo'zlar sifati 5 olma. 3 million 700 dan sal yuringda. Bu qo'ylar kimdan oldingi qo'ylar? Yaxshi qo'ylar ekan. Azikaqdi ekan. Mana qo'ylar kimdan aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bularni ish bilan bir joyga yopishtirib, oxirgi ahamiyatda qo'qib 5,5 dan o'tib beramiz. Bo'lgan gapi. 51 dan qilyapti. 51 dan berasan. Bir joyga. 51 dan savdo qilyapti 17 tasini. Necha kammi? Yo'q, qo'ylaring zo'r ama. Menga qara ozgina qo'ysa berasan. Ozgina qo'ysa. Ha, o'zi pishib qopti. 5 million, mo'ljalim 5 milliondan edi o'zi. Ozgina bor deyapti, ozgina. Ama yaxshi, qo'ylar yaxshi ama. Mana qo'ylar ham zo'r ekan. Bularni ish bilan bular. Ular 8 milliondan qilyapti. 5 dan 8 dan qilyapti. 5 tasi. 5 tasi 8 milliondan bermoqda. Bag'ini ish bilan. Ya 5,5 million. 5 tasi katta ekan, ha? Andijonning qo'yi yechildi 5 million. 5 million qanchadan oldingiz? Aka qanchadan oldingiz? Esimdan chiqib qoldi. Ha, 5 million 700 dan. Polvon qo'chqonlar ekan 5 million 700 dan. 13 tasi ketdi mana. 6 million 200 ga olib cho'pon sotibdi. Semiz qo'chqorami 85 kilo ekib bo'lsa kerak. 45, 46 kilo ekib. Qaysi oldi Abdullajon aka? Qaysinisi? 7 ga oldi. Bitta xolosmi? Yaxshi qo'yayotganmi? Polvon qo'chqor ekan. 7 millionga olindi. Alilar yo'g'on ekan, alilar yo'g'on. Hali o'tgan safar olindigan ziyoniga-da bu. Isomiddin aka, bular bir joyga ish billar. Bular bir yer 7 dan kami bor. 7 dan kami. Qo'yog'ingiz yo'q 6 dan berib yuboramiz. Tushami 6 dan? Biz bozorga qaramdan qaytamiz ama. Bizdan mana 4 talasini 62 dan qilyapti. Yo'q, qo'yog'ingiz yo'q bir bo'shashga 6 dan berasizmi deyapman. Kam bo'lib qoladi-da Sardor. O'zimizga boqqan. Tushmaydimi 6 dan? Kam bo'ladi. Yaxshi qo'ylar ekan. Kishi ham bormi, hammasi qo'zimi? Polvon aka hozir mo'ljalchi 60 dan berib qo'ysa kerak. Riya akam, tishi bor qo'yga o'xshaydi. Tishi borni ko'tib uradi bu. Polvon qo'ylar ekan. Oxirgina 6 dan berasiz. Bu yerda bo'lsa berib yuboramiz. 6 dan. Bular ish bilan Samiddin aka? 6 dan kam. Bular 54 dan berasiz bir joyga. Beramiz uni. 54 dan. Ha? Beramiz. 5 million 400 dan tushadi. Tushadi. Sen yengil olib chiqingda, yaxshi ekan. Yengil olib yengil sotamiz. 5 million 400 dan berilayin bitta minus joyi menga yoqmaganga ingichka ekan. 5 million 400 dan beraman deyapti. Aka yaxshimisiz? Aka. Nechtasi bir qo'ra bulardi? 19 ta. Nesh bilan 19 tasi bir joyga yopishtiraydi. Bo'lagan qaytchi? 5,5. Qimmat emasmi? Yo'q, pul badanlardan ko'rinadi. 5 ham qimmatmi? 5 ham. 5 dan berasan bir joyga. Bo'lagan savdo. Qo'yga qarab qaytib qo'yaman. 5 dan tushami? Badanni ko'ra qo'ylar semiz.
Berasan 5 ta. Bular bir joyga nish pullar? Bir joyga 52 dan berib beraman. 5 milliondan degan bo'laganga. Bular 5 milliondan tusham. Menga ba'zi biror obunachi olsa quyuq ustiga 5 dan berasanmi? Yo'q, 5 dan. 52 dan sal qimmatdami? 5 milyon kizdan saltik. 5 milyon kizdan. 5 milyondan birisi yaxshi. O'tir hoji, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sardarbek, Xonadonlaringiz bozorda tinchmi? yaxshimi? Biyarmoq qo'y kelibdi bugun ham deyman. Qo'y o'ta ko'p. Sotib qo'yib tugading. Bular kimdan bular? Nechi puldan beradi bir joyga? Uzun qo'ylar ekan. 53 dan beraman deyapti. Beradi. 5 dan bermaydi. Quyug'i yo'q. Gabariti bor ekan. Ham uzun ekan. Uzun ekan ha. Mo'ljal 53 danmi? 5 dan bermaydimi? Olib bera olmaysizmi? Savdo qilib beraman. 5 milliondan bo'lsa, olaveradi. 5 dan tushmaydi. 53 dan bo'lsa beramiz. 53 dan baylan 85 santimetr uzun. Jivovesi ham shu. Kemay qolsa, 65 kilodan 70 kilogacha yaxshi qo'ylar ekan. Yoshlar yaxshi 53 dan. Hali qo'y 52 dan sal kilogram. Ular 52 dan tek. Bular o'shandan 7-8 kilodan ortiq. Endi biz xolismiz. Bir joyga nish pullan bular bir joyga? 6 dan gami bor. Yopishtirib aytavering, yopishtirib. 58 dan. 5 milyon 800 dan. Yaxshimisiz? Rahmat. Boringizga shukr. 5 milyon 800 dan. Narx aytgan bilan bari hech kimga yetmaydi, savdo bo'lgani yo'q. Kishi borlari ham bor ekan, ichida. Hammasi emas, tushiradi. 5 milyon 800 dan ekan. O'rolcha sog'lig'i ham bormi? Misol, necha sog'liq nechta qo'chqor, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Baraka yaxshimisiz? 7 ta qo'chqor, 7 ta so'lib. Menga qara. 7 ta qo'chqor, 7 ta sog'liq. Bitta olgan odam osada, misol yaxshi ish. Oxirgi narxini qo'qitma odamlarda. 3 milliondan beraman. Che qimmat emasmi? Men mo'ljal 28 dan. Yo'q, endi qo'chqorni 33 dan ham Ha, bermayman-da. qo'zlar narx tushib qoldi. Quyuq o'sa 7 ta qo'chqor, 7 ta sog'liq bo'lsa olganda ishlaydi. ishlaydi. 28 dan foyda qilmaysanmi? 2 million 800 dan foyda qilmayman deyapti. 3 dan bo'lsa, 3 dan bo'lsa qoplaydi. Qaysi savdo qilyapsiz, tog'a? Nish pul? Kashtanlar. Nechtasi? 10 milyon bo'ldi. Bo'lmaydi rahmat. Uchtasimi? 10,5 ming 10 million bo'ldi. Uchtasimi? 3 ta qo'zini 10 millionga bermayapti. To'ri ham 5. Qaysi? Shu 10 million. Yaxshi qildi-yo, to'g'ri kelmaydimi? Yo'q, tushmayapti-da, bizda ham oshib. Quyug'i suyug'i nish bilan berasan, quyug'i suyug'ini. Yopishtirib aytchi. 4 dan kami bor. Yo, bo'lgan gapni gapir. Uka, ko'zing ochiq u. 136. To'g'ri to'g'ri ber. 3 million 600 dan berak. 3 million 600 dan. Bularni yoshi to'ri ham o'yli qo'zilar. Katta bo'lsa 5 oyli qo'zilar. Shu noyabrdan boshlangan qo'zilar endi. Hozir 3 million 333 mingdan savdo qilyapti, bo'lmaydi deyapti ama. Shtasi 10 million savdo qilyapti ama. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Asl aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men videoga oldingizdan gapirmadingiz, charchamayapsiz o'zingiz? Ha, o'zi yaxshimisiz? Obunachilar hamma salommi? Zo'rmi? Nechta qo'ysatingiz ertalab tugatib yubordingizmi, bormi yana? Ergash aka sal siljib turingchi. 50 top kelganman. Ergash aka. Asl aka bilan nechtasi bir qo'ra? Bu Mana o'ylaydi, o'yla. har bir qo'ra. Bitta qo'ra. Bularni asl aka oxirgi narxini ayting. Xalq ko'radi, baho beradi. Sen o'tib ham berasiz. 53 dan munoq qilyapti, 53 dan. Oybek aka bormi? Ha, 5 million 300 dan bermabdi. Yaxshi qo'ylar ekan. Gaz ham kerak emas. Gaz ham. Ha, hoji nishpil. Gaz ham kerak emas. Nishpil hoji. 50
5 million ustida 1 million bo'ldi 14 tasi. 5 milliondan bo'lsa shunday bering. Qatda asla hovli qatda. Marg'ilondan sizga kecha yozuvdim. Marg'ilon. Makasda tashuvdingiz. O'sha bo'yicha keldim. Ha, kechqurun Marg'ilonda. Hayda makayni. 1 million qo'shib bering. Dastlabki achida bo'ldi, qarang. Qo'y 5 million 50 dan oldilar ham, dastlabki achidan bo'ldi. 5 millionni o'zimga berma. Bo'yiga ham, kiloga ham telefon aytasiz, menga rahmat aytasiz. Xotirjam bo'ling, qimmat olganingiz yo'q. Dastlabki achida bo'ldi. Marg'ilon qatida hovli Marg'ilonda. Qo'shtepada. Qo'shtepada, Alloh umrli uzoq bo'lsin. Kilo orasida qo'y arzon. Marg'ilon xalqi Andijon, Namangan, Qo'qonni qo'y arzon kilo orasida. Aniq 100% fakt mana. Marg'ilondan Qo'qon bozorida Andijon, Namanganda. Aka, bo'ldi. Biz kattasi bilan baraka oldik. O'zidan rozilik bo'ldi. 5 milliondan bo'ldi. Yo'l kirosiga 1 million bo'ldi. 1 million bo'ldi. Usti 1 million, yo'l kira 1 million bo'ldi. Bag'i 5 milliondan bo'ldi mana shu qo'ylar. Marg'ilon ketdi. Marg'ilonliklar mana ko'ringlar. Qo'ylar kemasi 65 kilo. Masalan 67-68 chiqqan. Menga yoqqan jo'q qo'ylar gazi uzun, bo'yi 85 sm. Yoshi ham 13-14. Yemga tayyor, badani ola go'sht. Oldi shakka chiqqan bilan yemlaverasiz ovorib. Oyog'i o'sga, yemga tayyor. Ammo oyoqlarini ko'rib oling. Oyoq qiyshiq bo'lsa qaytarib bering. Biz xolismiz. Biz hech kim yon bosmaymiz, qo'yib turishga, hattoki. Marg'ilon ketdimiz. Aka? Ish pullar ishdaydi. 3 ta qilishyapti ekan. Hali qo'shganimiz yo'q. Yaxshi bo'libdi. Yaxshi. Sifati zo'r ekan, 3 million 300 dan bermayapti. 38 Alisher aka. Alisher aka. 3 million 350 dan. Qimmat purish. Qaysi qo'ylar savdo bo'lyapti? Qaysilar tog'a, assalomu alaykum. So'zlar 2,5 dan. 2,5 dan beradi aka so'g'ri 3 tasiga. Bu 6 ta. Sog'liqmi-ka? Qaysi sog'liq? 2 mana o'chaladi. Aka, men hazillashaman, ukimman, jon aka. Arzon sortda xalqqa xalq qo'y boqsin. Mana 10 million berasiz. Erkin aka. 2 million savdo qilishyapti. Erkin aka siz mayli bozorda Sog'liqlar. Ikkitasi kassa bilan 14,5 million qilyapti. 1-2 ni. Semiz ekan, shu qo'ylar 95-96 kilo atrofida. gapiryapti. Yana nima deydi? Ana hozirga aytadi. Qancha qildingiz? 5,5 ming. 7tasimi 8tasimi? Ana O'zi shekillar. O'zi. nima deysiz? Olsa beramiz, bo'lmaydi. 5,5 ni qilyapsizmi? Ha, qilib bermaydi. Bermayapti. To'g'risi aytaymi, oshib qolmang. Bersa shu pul oshib qimmat. To'g'ri gapni gapiryapti. Barcha qimmat 5,5. To'g'ri ma'noda aytaman. Hech kim hozir o'ylab qo'ylar arzon sotib 5 million. Yo'q, soatga kelib ketdi. Marg'ilon chiqdi. Ana unikimi? Husan'niki? Ali. Ke? 5,5 ni yaxshi pul. Bersang bo'laveradi. Orif aka, assalomu Assalomu alaykum. alaykum assalom. Hozir bitta 6,66 ga sotdim. Bitta sarig'ini 62 ga sotdim. 5,5 dan zo'r pul. Dastlabki haqida uygacha. Savob ham bo'ladi. Dastlab beraman. Qo'yga qarab pul bo'ldi. Biz har tomondamiz. 5,5 qilyapti. Sardor mana ularni. 4 tasini. Shukur aka birovga olib beraman deb. Bo'larchi mana bular? 5,5 dan bersiz yaxshi. Aka, arzonli joyi yo'q, xolis. Voy, Boqqa odamni o'ylang, boqqa odamni. Abunachlarga ham 13 ta qo'yib berdim 57 dan. Shu qo'ylardan 5,5 endi qo'yingiz sifat yaxshi ekan. yetini ko'ra sotdim. 5,5 ni. Mana shu qo'ylar zo'r keyorsa 70 kilo keladi. 67, 68 kilolik qo'ylar 66. 70 kilo keladi. 75 kilodan kam chiqmaydi. Avor tortamiz xolos, yutqazib qo'yasiz. Tortamiz Sardor. Yuring ketdi. Endi vaqtim yo'q deb. Ha, yutqazib qo'yasiz. Zo'r kelsa 70 kilodan, 65 kilogacha. 5,5 ni chaqiraman, dastlabki ham qildi. Yo'l kilosi 20 mingdan ajrat.
Arzonli joyi yo'q. Olis. Ishondim, aytlarni. Ey, 6dan qilyapti. aka kam xuram, hamisha xuram. Sardor men ham olganman-da, 50 kun 100 ming ko'st sotaman buni, qo'ydim. 500 dan qolib turgani, 500 dan olib chiq, ha. 8 ta qo'yim ketyapti. Bitta qo'ysa sotaman, birodar. 5 dan zo'r pul bo'lgan ekan, nima bo'ladi? Zommili tog'a, bu yerda yubormaysizmi? Beshamdan zo'r pul bo'lgani. Zo'r pul. Berish kerak edi. Bo'lmasa, qo'y zo'r bo'lsa sotmaga uyga olib ketib qaytarib. 56 dan sotgan qo'ylar ko'rdingizmi? Beshamni yaxshi bo'lgan ekan. 83 ming, 82 ming so'da bo'lgan ekan. Biz xolismiz. 65 kilodan 70 kilogacha. Qo'ylar ko'chat yaxshi. Agar shu hozir beshamdan baraka bo'lsa 83 mingdan tushadi. 83 mingdan. Haqiqat. Biz hech kimga yon bosmaymiz. Qo'ylar savdo bo'lyapti. 5 million 400 dan bermayapti. Hammasi ozgina qo'shing deyapti. Necha to'rtdan bersa bo'laveradi. Qo'ylar 2-3 tasi katta-yu, ag'ichi pastroq ekan. 5-4dan yaxshi pul bo'pti ham. Hammasi qo'chqora. Pasi 3 oy. Baland to'ri. 4,5 oy 5 oy. 5 oy ham bormi? 5 oy ham bor ana. Misol, hozir qo'y sezon boshlandida endi. Misol odamlar ag'dan bag'dan qo'zilar olyapti. Qo'zilar oxirgi narxini bilan berasan, olishtirib aytaver. Oxirgi narxi 36 dan beraman. Shu bermaysan oz-ozdan. Xayri yo'qmi? Beraman. 3 million 600 dan narx aytyapti, 3 million 600 dan. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Bo'yi bir 65 santimetrdan chiqib qoladi, 65 dan, 70 dan chiqib qolsa, 70 dan oshig'i yo'q ama. Biz Hamdamjonga keldik, Hamdamjonni har doimgidek qo'ylar o'ta kelgan, o'ta polvonlari. Izzatjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xonadonlar tinchmi? Yaxshi turibsizmi? O'zalar bilan. Ha, sekin xudoga shukr. Polvonlarni ish bilan polvon qo'chqorlar. 12dan so'rayapmiz aka. Kami bor. Taroziga ish pullar. Taroziga bilmadim, hali bir taroziga tortib berasizmi degan. Mana savdo qilim kattalar birorta. Hali jazman so'rayapti. Bozorlar yaxshi, ana qo'y chop-chop bo'yab sotilishyapti. Tushganda mashina qo'ylar ham tushib ketyapti, bilmayman. Semiz qo'chqorlar hech kim. Menga qarshi 6 oy quyug'isi yo'q, 9 dan berasan, katta kichkina. 9dan Quyug'isi 3 ta katta, 3 ta kichkina. Qoplaydimi? yo'q, qoplamaydi. Qoplamaydi. Mana bu ham 3 ta kichinasi borda qo'shilgan. Bo'lanish bilan ina balla. Oxirgi narxini aytavering. 10 dan ham emasmi? Endi kelishiladi. 10 milliondan tushmaydimi? 10 milliondan tushmadi aka. Tushadimi 10 million? To'g'ri keladi. Sifat zo'rlar bor ekan. Zo'r, bolalar ham katta bo'yapti. Hammasini olsa beraman aka. Hozir ayta savdo bo'lyapti. Semiz qo'chqorlar 1 yildan oshiq boqilgan deyishyapti. Hozir gaplashib, tirnoqlari ham o'sib ketib qoldi. O'ta semiz, o'ta polvon 82 mingdan taroziga savdo bo'lyapti. Ozgina qo'shing turibdi. Menimcha ishi ham bitib qolsa kerak, 82 mingdan. Qo'ydi bunaqa 82 ming, sabab 125 kilo. Bular kemasa, prasim bermasa 65 prasim, bo'lsa 70 prasim beradi. Sababi qo'yda chiqim qolmagan. 1 yildan oshiq boqilgan. Yoshi ham 6 yosh. Qo'y yildan yilga turgan sari tajribamdan kelib chiqaytaman, qo'yda chiqim yo'qolib boraveradi, yo'qolib. Vujudi go'shtga aylanib, xudo xohlasa ichi yoqqa to'lib boraveradi ama. Qo'ylar 1 yildan oshiq turgan, bir joyda yemda yotgan. Kemasi ham kichkinasi 100 kilodan 125 kilogacha mo'ljalimiz. Mana shu ham inabalar. Nechtasi, qarang, bular nechtasi egiz? Ikkitasi. Vashi gap yo'q ama, qarang. Ikkitasi egiz, bittasi yakka. 5 ta bala. 5 ta bola. Nechtasi qo'chqor? 2 tasi qo'chqor. 3 ta so'liq. Inalanchi qanaqa inalanchi? 4 6 aytavering shunday, aytavering-ki. 4 tish 6 tish, ha? Menga qarang, 3 o'g'il quyug'isi yo'q ish pulga berasiz. Bo'laganga. Uni oladigan ikkala egasi 26 millionga berib Yo'q. Yopishtirib. 25 millionga ikkala egasi beramiz. Birodar, gapni ish 3 o'g'il quyug'isi yo'q ish pulga berasiz. 36 ga beramiz aka. 36 gacha qimmat basim birodar. 35 ga beramiz aka. 30 ga berasizmi chiqaygan savdo? 30 millionga. Aka, bolalar bilan
Şu ham 30 millionga hammasi. Bo'lsa olyapman. Yo'q, bo'lmaydi aka. Şu ham 30 millionga. Bo'lmaydi aka. Quyug'isi yo'q hammasi. Katta ziyanga so'rayapsiz. Ziyon qilasizmi? Bularni ish bilan bular. Aka, buni bitta bo'lardi, ikkalasi ham qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqor. Bitta sovli. Ikkovi ham egiz. Ikkalasi ham egiz. Gapni eshitdim, bo'ldi. Inalatishni ham ko'rdik. Qani ikkita egiz oxirgi narxini ayting. 23 ga beraveramiz. 20 ham emasmi, Hamdamjon? Aka, 20 ga. Qoplab edimi 20 ga? Hech bo'lmasa 22 bo'lsin aka. 20 ga bo'lsa yaxshi ol. 20 ga. Endi biz to'g'ri odammiz-da. 20 ga bo'lsa yaxshi. Beramiz, buni 22 ga beramiz. 20 ga bu yaxshi, 30 ga bu yaxshi. Quyug'i suyuq 50 ga bo'lsa, ana shu 5 ta ina nechta bala bo'ladi shunda? 10 ta balasi 9 ta bala bo'ladi. 50 millionga bersa yaxshi ama. Agar 50 millionga bo'lsa olib beramiz. 91 lik 202 22 21 50 millionga tushami? Aka 57 mi? 56 ga beramiz. Ancha qimmat 57 56. 50 ga bo'lsa ol. Qo'ylaringizni Egizlarda aka. qo'ylaringiz 83 dan bo'lsa o'zimizga bering, hammasi o'zimizga. Sizga 85 dan beramiz. 85 dan menga qimmat. 83 dan bo'lsa oldik. 1 yil 3 oy boqilgan ekan, yemda uzoq turgan qo'ylarni hozir 85 dan deyapti. Izzatjon. O'lar, o'zi suvi yo'q, hech qayerda suvi qolmabdi jonivorda ama. Egasi aytyapti, aka bu 70% kam bermaydi deyapti. Yemay qo'yibdi, qo'y bir per yeshga o'tibdi. Qo'y bor qilgan sari, turgan sari tajribamdan kelib chiqayapman. Oxiri bir per ovqat yedi. Shunaqasiga men 3 yil oldin 10 ta qo'chqor boqdim. Katta qo'chqor boqdim. Oxir bir per yegan qo'ygan. O'shanda so'yganimni qo'ylarni 80, 85, 90 kilodan kelgan. Mana shu ham shunaqa bo'lib, mana shu qo'yat go'sht yog'iga 75 kilo kam kelmasa kerak. Sababi tishi to'rtish, o'ta semiz, o'ta katta, o'ta polvon. Nafas olishga e'tibor berib, ichidan 10 kilo yog' qilsa kerak bu jonivor. Mana uchovini ish bilan Hamdamjon. Uchovini aka 22 ga beraveramiz. 22. Hamdamjon 83 dan beradi taroziga. 83 tanga qo'shib bersiz beraman. 83 dan. Qo'shib bersiz. 83 dan bo'lsa oldi hammasini. 83 mingdan bo'lsa bering. Bularni ish bilan ekan bular. Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xonadonlarda ishlayapsiz. Sizdanmi bular? Muhammad Alidanmi? Mana shu aka qo'yni zo'r ko'radi. Katta bersin. Naqarib aytib, xalq uchun o'zimiz olmaymiz, xalq ko'rganlar. Ina balalar 15 milliondan. Ballarni katta to'p olib chiqinglar turishlarni. Ular bizniki emas maydalar, bizniki irelari bizniki. Qo'chqor bittasi u katta qo'chqor. Katta to'q qo'chqor ekan. Gibrid ekan, mer bag' dehqon. Bizga shu olib sotarlar yaxshi narx aytadi. Dehqonni narx so'rab bo'lmaydi. Dehqon qimmat aytib arzonga berib yuboradi. Mana qo'chqorlar zo'r ekan. Xudo xolasa akalar biz Zominli tomonga o'tdik. Qo'y kimda arzon? Hozirgi paytda Zominlilarda qo'y arzon. Hoji baraka qildingizmi? Bermayapti hozir. Bersana tez ortaqchi. 5 million 400 ga men ham taka savdo qilishadi. 5 million 400 ga. Yomon qilmadim. 5 million 400 ga 70 kilodan 80 kilogacha. 70 kilo kami yo'q ham mana. Bo'yi 85 santimetrdan 90 santimetrgacha mana. Savdo qilishyapti, berishmayapti. Ammo qo'ylarda razmeri har xil, birortasi bir-biriga o'xshamaydi. Bunga bu o'xshamaydi, hammasi har xil. Ammo 5 million 400 dan Hoji akamga ber, yaxshi pul bo'ldi. Xolismiz. Hoji akam hurmat qilamiz, ber. Biz ham hurmat qilamiz aka, to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi demayli, biz ketdi. Ish bitmagan ishga aralashmaymiz. Foydalanas aka, qo'limizdan so'rab ol aka. Bizga chaqalmadi. Qaysiz baraka bo'ldi? Burnoy. Ish pul. Ish pul bo'ldi uka. 83 ham. Bo'ldirsa do'konga boring. 8 million 350. O'ta semiz, kashtan, живой 100 kilo pilis. Jonivor semirib baliq olib ketib qolgan, baliq. 65 kilo keladi. Ko'p keladi 65 dan aka, xudo. Men sendan so'raganim yo'q, qo'yda olgan odamdan so'rayapman. Propisalar qassob bor. Qo'yda qanday chiqadi? 65 kilo keladi, живой 105 kilo ketib qoladi. O'ta semiz ama jonivor, yurolmay ham qoldi. Naq preshkarak avvalisha qo'ydi mana. Suyagi yo'q buni ham. 8 million 350. Badan taxt olib ketgan ama, semirib. 65 kilo ko'ribdi va hozir ham kesinyapti. Sababi chiqimi yo'q. Beton, qo'y beton. Pishgan qo'yam, Alloh rozi bo'lsin. Alisher aka, bular bir qo'rami? Qo'ra.
bilan ish bilan bir joyga yopishtirib aytavering-chi. Oxirgi narxini aytavering. Bo'lagan. Qo'yadigan olib kelganimiz beraveramiz. 11 ta futbolkamiz. 6,5 milliondan kam bor. Turadi, hozir men so'rasam. Ancha qimmat shekilli. 6,5 million qo'ylar ham bor ekan, 4,5 millionlar ichida. Kichkina qo'ylar bag'i. Aka yaxshimisiz? Bularni endi qanchadan beradi? Narxini ayting, narxini eshitaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sariq qo'chqorlar olib kelibsiz. Bu baland aka. Nechtasi bir qo'ramiz sariqlar? 10 ta aka. 3, 6, 10 ta. To'g'ri, uni bir xil ekan-a? Qoraligiga bir xil ekan. Qarang, sizda insof bor, ko'p ko'raman. Oxirgi narxini ayting. 62 dan bering. Bir joyga 6 million olsangiz, bo'lmayman, birorta olsangiz, bu qo'lingiz balandligi zo'r. Suyak zo'rlar o'ynar. Ortidan tushami xolis. Tushunadimi? Yaxshi qo'ylar ekan, o'sgan, yemga tayyor. Endi baribir bizga 62 deganlar 62 ga sotmaydi. Kim qo'lni ushlasalar 6 dan beradi. Bizga shu bozorda hech kim aytgan narxga sotmaydi. Va bo'ylar baland ekan, qirg'iz qo'chqorlar deyishyapti. Xudo xolasa bozorga kelaverasizlar. $5,5 million kam bor deyishyapti, dehqonchilik ekan. 5,5 million kam bor. 4 million 600 ga bermadingiz bugun. 4 million 600 ga berilmadi. 60 kilolik qo'chqor. 60 kilo kelib qoladi, ha? Osharoqmi? 60 kilo pilis deyishyapti.